Sizlarga gapimga javob. Bunaqa ikki etajli xonadonni hozir bitta narx aytaylik ekan, unaqa narxda 100% gapimga javob topa olmaysiz. Nech pul ekan? Shunda yonida bog'cha ham bor. Mana 67 ko'rishingiz mumkin. 67 qilib beramiz. Mana bog'cha. Nech pul? 67 qilib beramiz. 67 ming dollarga mana shu ikkita urinli xonadon sizlarga beraveramiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga polniy obzorni qilib. Xonasi bor 4 ta 3 ta deb o'ylaysizlar. 5 ta xonadan iborat plus oshxona bo'ladi. Kirganimizda podvalimiz bor bu yoqda. Hop, yo'lidan chiqqanimizdan keyin o'ng tomonimizda birinchi zalimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ashundan chiroyli, ancha-muncha. Hop, mana zinlar ham keng-kengdek ko'rasizlarmi? Bu yerda bitta xonamiz bor bizning, ko'rishingiz mumkin. Mana. Hop, bu yerda sanuzelimiz bor. Hop, bu yerda bitta kuxnamiz bor. Hop, zinadan chiqqanimizdan keyin zinlar ham keng-keng baland qilingan, ko'rishingiz mumkin. Hop, chiqqanimizdan keyin chap tomonimizda yana bitta ikkinchi zalimizda kattaligini ko'rasizlar, ekan buni. Endi yan zonasiga ham katta bo'ladi. Hop, yo'lini kattaligini qarang. Chap tomonimizda bitta detskimiz bor. O'rtada bitta sanuzelimiz ikkinchi etaj. Hop, bu yerda bitta spandimiz bor. Bu xonadonda kassasi kelgan suv Toshkent postdan 7-8 kilometr kirganda, Archa ko'chadan o'tgandan keyin shundoq Kabrasga joylashgan. Bu xonadon sizlarga kimga qiziq bo'lsa, pastga telefon qilib 67 ming dollar kelib turib baraka qo'rsanglar bo'ladi, akam.